Muassasada Vatan himoyasi yoshlar nigohida shiori ostida tashkil etilgan bayram dasturi haqiqiy tantanaga aylanib ketdi. Tadbirning rasmiy qismi davlatimiz madhiyasi bilan boshlandi. Bolajonlarning yuz-ko'zidagi quvonch va hayajon, ularning har bir qadamidagi qat'iyat va harakatlarida aks etgan cheksiz g'urur yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ko'tarinki kayfiyatda boshlangan tantanada milliy armiyamizning shavkatli qudrati, yurt tinchligi va osoyishtaligi tarannum etildi. Tadbirning badiiy qismida esa tarbiyalanuvchilar tomonidan mahorat bilan tayyorlangan chiqishlar namoyish etildi. Jajji o'g'il-qizlar ijrosida sahna ko'rinishlarida harbiylarimizning mashaqqatli, ammo sharafli kundalik hayoti, beqiyos jasorati va ona tuproqqa bo'lgan yuksak sadoqati yorqin bo'yoqlarda aks ettirildi. Men kelajakka askar bo'laman. Atazaman jasur sher yurak, alnımda kazan yok doim muqaddas orqas. Marlar savraman jasur sher yurak. Bolajonlar tomonidan baralla aytilgan har bir she'r, ijro etilgan har bir kuy tomoshabinlar qalbiga yetib bordi. Bu ijodiy chiqishlar orqali kichkintoylar vatanni himoya qilish qanchalik muqaddas va mas'uliyatli vazifa ekanini o'zlarining beg'ubor nigohlari orqali ko'rsatib berishdi. Tadbir davomida bolalarning harbiy kasbga bo'lgan qiziqishi va askarlarga bo'lgan havasi ularning nigohlarida yaqqol namoyon bo'ldi. Tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan bosh maqsad ertamiz egalari bo'lgan yosh avlodni o'z yurtiga sodiq, milliy qadriyatlarimizga hurmat va sadoqat ruhida tarbiyalanishdan iborat. 6-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tgan bugungi jasorat darsi bolajonlar xotirasida uzoq vaqt muhrlanib qolishi shubhasiz. Chunki ona vatanga muhabbat va sadoqat aynan mana shunday beg'ubor lahzalardan, ilk tarbiya maskanidan boshlanadi.